Kim Chen In haqida dunyo 2010-yilda rasman xabar topdi. O'shanda u yuqori harbiy unvonlarni qabul qilib olgan edi. 2011-yil dekabr oyida otasi Kim Chen Ir vafotidan so'ng taxminan 27 yoshda u Shimoliy Koreya rahbariga aylandi. Bungacha u Shveysariyada yopiq tarzda ta'lim olgan, dastlabki yillarda ko'pchilik xalqaro ekspertlar yosh rahbar boshqaruvni ushlab qola olmaydi deb hisoblagan, ammo voqealar rivoji boshqacha tus oldi. Hokimiyat tepasiga kelgach, u darhol boshqaruv apparatini yangilashga kirishdi. Eng ko'zga ko'ringan voqealardan biri 2013-yilda yuz berdi. Mamlakatdagi eng ta'sirli siyosatchilardan biri bo'lgan uning o'z amakisi Chang Song-txek qatl etildi. Bu bilan Kim Chen In hokimiyat to'liq o'z qo'lida ekanligini tasdiqladi. U iqtisodiyot va yadro dasturini bir vaqtda rivojlantirishda qaratilgan Pyongjin siyosatini e'lon qildi hamda yuqori lavozimlarga yangi avlod harbiylarini tayinladi. 2016 va 2017-yillarda Shimoliy Koreya yadroviy va raketa sinovlarini keskin faollashtirdi. 2017-yilda AQShgacha yetib borish imkoniyatiga ega qit'alararo ballistik raketalar, ya'ni KBR sinovdan o'tkazildi. Bunga javoban BMT sanksiyalari maksimal darajada kuchaytirildi. Biroq 2018-yilda u kutilmagan diplomatik qadamlar tashladi. U Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in va AQSh prezidenti Donald Trump bilan tarixiy uchrashuvlar o'tkazdi. Ya'ni 2018-yil Singapurda va 2019-yil Xanoyda. Garchi yadroviy qurolsizlanish va sanksiyalarni bekor qilish bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilmagan bo'lsa-da, u davlatni xalqaro maydonga olib chiqdi. Bundan tashqari Shimoliy Koreyada Telegram ishlamaydi. Shuning uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola profilda va ekranda paydo bo'ladi. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sababli mamlakat chegaralari to'liq yopildi. Bu iqtisodiy holatga jiddiy zarba berdi. Oradan vaqt o'tib, ba'zi ommaviy chiqishlarda Kim Chen In iqtisodiy qiyinchiliklarni tan oldi. Shunga qaramay 2022-2023-yillarda mamlakat yana yangi turdagi, jumladan taktik yadro qurollari sinovlarini davom ettirdi. O'zining 10 yildan ortiq boshqaruv davrida Kim Chen In Shimoliy Koreyadagi mavjud davlat tizimini to'liq saqlab qoldi va xalqaro maydonda murosasiz hamda ehtiyotkor pragmatik lider sifatidagi o'rnini mustahkamladi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.